Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari hamda YouTube tomoshabinlari. Biz sizlarga 2026-yilda uyda qumsuvoq qilish narxlari nech pul bo'ladi hamda uyda egalariga qumsuvoq nech pulga tushadi, shu haqida bitta video qilmoqchi bo'ldim. Mana harakat qilamiz bitta video qilgani. Ko'rishingiz mumkin atqoslarimizni. Semet suvoq bo'lyapti tashqi tomoni. Mana katta darvozaxonadan kirganda o'ng qo'l, chap qo'l xonalar solingan. Semet suvoq bo'lyapti. Mana bu tomonlari esa hop. Ko'rib turgan joylar esa ohayli suvoq bo'lgan. Mana burchaklarimiz, atqoslarimiz mana bu tomonlar. Hop, endi narxiga keladigan bo'lsak, usta haqqi bir kvadrat metriga usta haqqi 40 ming so'm bo'lyapti. Qum, sement, mayda-chuyda hamma rasxoti esa 15 ming so'm bo'lyapti. U degani sizlarga, ya'ni uyda egalariga 55 ming so'mga suvoq tushyapti. Bir kvadrat metri 55 ming so'mga aylanyapti. Xonani ichlarini ohayli suvoq qilish tavsiya qilamiz, tashqarilarda esa sement suvoq qilish tavsiya qilamiz. Mana shu joyimizga rasxotiga taxminan hop, rasxotini o'ziga 7 million so'm pul ketyapti. Hali ishimiz tugamadi. Ish tugasa yana hisob kitob chiqadi. Bu tomonda ikkita xona, bu tomonda ham ikkita xona, ikkitadan hammom, hop. Darvozaxona, tashqi ichki fasadlar. Shunaqa bo'lib mana 7 million so'm atrofida rasxot ketyapti. Usta haqqidan tashqari qum, sement, mayda-chuyda narsalar 7 million so'm ketyapti. Endi biza afzalliklarimiz, bizni chaqirishlarga sabab mana bunaqa lesa, mana bunaqa loy idishlar, ohay bachoylar o'zimiz bilan birga keladi. Sizga uni olib keling, buni olib keling demaymiz. Bitta boramiz, laboda yo'l kira qilib o'zimiz borib, o'zimiz hamma narsani olib, sizlarni oshiqcha bezovta qilmagan holatda ishlar chiroyli qilib bitkazib chiqib ketamiz. Bundan tashqari stashga ishlarni ham qilamiz. Suvoq stashga hamda tomni lombos qilishlik uchun ustalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga telefon nomerimizni yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Xudo xohlasa chiroyli qilib ishni bitkazib beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, hop, yangiliklar bo'lsa joylab boramiz. Narx-navo qanaqa bo'lyapti, qaysi joylarda ish qilyapti, shu haqida yana videolar chiqarib boramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like bosib videoga bizni kuzatishda davom etinglar. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Tez orada xudo xohlasa bitta yaxshi kamera olib sifatli video qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar.